Har qanday futbolchi ham sevimli klubida uzoq yil o'ynab, u yerda munosib xayrlashishni xohlaydi. Minnatdorchilik bu qalb tubidan chiqadigan inson impulslari va hissiyotlaridir. Haqiqiy minnatdorchilikni pul bilan o'lchab bo'lmaydi, chunki bu sodiqlik bilan oxirgacha borishga tayyorlikni anglatadi. Muxlislar tomonidan berilgan e'tirof bu xayrlashuv kechasidagi minnatdorchilik deya olamiz. Futbolchilar bu kun uchun butun faoliyatini berishga ham tayyor. Lionel Messi Barselonadagi 20 yildan so'ng PSG klubi bilan shartnoma imzoladi. Shumi minnatdorchilik? Futbol jamoatchiligi ikkiga bo'linib oldilar. Ba'zilar o'z manfaatini o'ylab ketdi deb Leoni ayblasa, boshqalari esa La Liganing qat'iy qoidalarini bahona qilgan. Barselona rahbariyati uni shunchaki haydab yuborgan deb hisoblaydiganlar ham yetarlicha. Nima bo'lganda ham rahbariyat u bilan bunday munosabat qilishi kerak emasdi. Bu holatni Sergio Ramosda ham ko'rishimiz mumkin. Himoyadagi yirtqich, ko'p qirrali markaziy himoyachi, hujumda ham o'ynashga qodir. Ramos haqli ravishda qirollik klubi yetakchisi edi va faoliyatini g'alaba bilan yakunlash uchun shartnoma uzaytirilishini, aniqrog'i nafaqaga chiqishdan oldin 1-2 yil hurmatda o'ynashni kutganda. Sergio Realda 16 yil o'ynadi. Umrining eng yaxshi 16 yilini klubga bag'ishladi. Vaqti bilan og'riq qoldiruvchi dorilar bilan o'ynashga ham majbur bo'lgan. Jamoasi uchun hech kimni, hatto o'zini ham ayamadi. Bugun biz o'z sevimli klubi rahbariyati tomonidan munosib qo'yib yuborilgan mashhur futbolchilarning faoliyatidan ajoyib misollar keltiramiz. Do'stlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizning kanalda har xil bo'lar bo'lmas reklamalar yo'q. Kanalimiz faqat sizlar uchun ishlamoqda. Shunday ekan, siz ham like va obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlang. Siz like bosing, biz esa siz uchun ishlashdan charchamaylik. Nima uchun jamoalarda sardor bo'ladi? Bu xuddiki siz kemadasiz, ammo kapitansiz. Butun jamoa yoki ekipaj boshsiz chavandozga o'xshab nima qilishni bilmay qoladi. O'sha vaqtda katta sahnaga kapitan chiqadi. Fernando Hierro Real Madrid jamoasining barcha a'zolari quloq soladigan sardori bo'lgan. Hatto eng yorqin fenomenlar ham Galacticos davridagi futbolchilar deyarli o'z murabbiylarini qahva ichishga yuborishgan bir paytda Hierro kiyim almashtirish xonasida so'zsiz avtoritet edi. U mashg'ulotlarga kech qolgan Roberto Carlos va Ronaldoni bir vaqtning o'zida burchakka mixlab qo'yishi mumkin bo'lgan sardor edi. Hierro har qanday yulduzni yerga mixlab qo'ya olardi va uning jamoaga bu qadar kuchli ta'siri, hurmati aftidan Florentino Perezning hasadini uyg'otdi. Qaymoq ranglilar sardori yetakchilik fazilatlaridan tashqari o'z qadrini biladigan va turli futbolchilar tomonidan o'zini itarib yuborishga yo'l qo'ymaydigan juda qimmatli futbolchi ham edi. Hierro futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan himoyachilardan biri. Real Madrid jamoasida undan tashqari raqibning darvoza to'rini silkitadigan mohir hujumchilar yetarli bo'lsa-da, u bu ishni juda ko'p amalga oshirgan. Uning asosiy qiymati o'yinda Terminatordek ishonchliligi va jamoadoshlarini oson tushuna olish qobiliyatida edi. Jarima maydonchasida Hierroning ustunlik qilgani, Makalele esa tayanch zonasini yoqib yuborgani, Zizuga deyarli o'z zavqi uchun gol urishi va maydonda erkin harakat qilishiga imkon bergan. Ammo Real Madrid Perez tashabbusi bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortdi va jamoada sodir bo'lgan voqealar do'zaxni eslatdi. Birinchidan, butun janjalni to'xtatadigan katta sardorsiz jamoa ikkiga, ya'ni yulduzlar va mahalliy futbolchilarga bo'lindi va endi hammani yaxshilikcha yarashtira oladigan Steve McManaman ham jamoada yo'q edi. Ikkinchidan, Makalele ham Hierro bilan birga Real Madriddan haydalganida Madrid jarima maydonchasi kirish eshigiga aylanib qolgandi. Yulduzlarning birortasi ham bu oddiy, ammo qora ishni qilishni xohlamadi. Florentino Perez bir muddat o'ylab iste'foga chiqishga qaror qildi, ammo bilganingizdek u yana qaytib keldi. Hierro bo'lsa avvaliga Qatarga, bir yildan so'ng esa Boltonga ko'chib o'tdi. U yerda bir nechta yorqin o'yinlarni ko'rsatdi va sokinlik bilan faoliyatini tugatdi.